Assalomu alaykum hammaga. Bu Oktyabr TV YouTube kanali. Odatda biz bu kanalda ilmiy ommabop yo'nalishdagi videolarni taqdim etganmiz, lekin bugundan boshlab aynan kitoblarni katta video tahlilini ham shu yerda sizga ulashmoqchimiz. Agar bu sizni qiziqtirsa, reaksiyangizni bildiring. Shorts bo'limida bizni 70 ta kitob haqidagi videolarimiz e'lon qilingan. Ularni ham albatta ko'rishingiz mumkin, lekin biz mana bu formatda ko'proq vaqt, ya'ni 1-1,5 daqiqa emas, 10 daqiqaga yaqin vaqt davomida bir kitob haqida to'xtalamiz, uni tahlil qilishga harakat qilamiz. Albatta bu bizni kitobxon sifatidagi fikrlarimiz bo'ladi. Balki yillar o'tib ko'proq kritikaga o'tarmiz, lekin hozir pozitsiyamiz aynan kitobxon rakursida bo'ladi. Bugun gaplashadigan kitobimiz men yaqindagina o'qib tugatganim Erix Mariya Remarkni Lissabondagi tun asari bo'ladi. Mariya Remark Lissabondagi tun asarini 1961-yilda yozadi. Voqealar esa 40-42-yillardagi real sodir bo'lgan vaziyat bilan bog'liq, ya'ni natsistlardan qochgan qochqinlar haqida. 1940-42-yillarda Lissabon eng yaxshi joy bo'ladi qochoqlar uchun va ular mana shu poytaxt orqali AQShga, Janubiy Amerika qit'asi va umuman boshqa xavfsiz hududlarga qochib chiqib ketishga harakat qilishadi. Bu o'z-o'zidan Remarkning ham hayoti, ya'ni o'zi boshdan kechirgan voqealar bo'lishi mumkin, chunki Remarkni ham ta'qib qilishgan Germaniyada, hattoki fuqaroligini bekor qilishgan. U qochqin sifatida Yevropadan, boshqa davlatdan qo'nim topishga majbur bo'lgan. Bu o'z-o'zidan ichki og'riq, o'zi his qilib ko'rgan og'riq va u shuning uchun ham qaysidir ma'noda yaxshiroq ta'sir qiladi o'quvchiga. Shaxsan men bu kitobni o'qiganimda o'sha muhitni his qildim. Urush haqida juda kam o'qiyman. Endi bu narsaga qo'l uryapman. Oldin aytganimdek zerikarli deb topganman. Zerikarli deganim ham nima evaziga bo'lgan? Hali his qiladigan deylik retseptorlar menda paydo bo'lmagan. Bu muhitni, bu atmosferani. Remark men uchun bitta yangi front. Bu haqida Telegram kanalimda ham yozdim. Endi bu frontdagi barcha asarlarni albatta o'qib chiqishni reja qildim. O'zimda seriyasi deyarli yig'ilib qolgan, bir nechta kemtiklarni hisobga olmasa, barcha seriyani yig'amiz va shunchaki u seriya javonda turmaydi. Ular o'qilganlar qatoriga ham o'tadi. Yana bitta muhim jihati, bu Remarkni oxirgi yozgan katta asarlaridan bittasi. G'arbiy frontda o'zgarish, bu urushni ichidagi dahshat haqida, urushni o'zi haqida. O'qiganimda ham aytayapman, ya'ni shu narsa meni qiziqtira olmagan. Biroz o'zimamnoq kitoblarni o'qishga qiynalaman. Bu esa urushdan tashqari vayronalik, ya'ni urushning ta'sirida paydo bo'lgan vayronalik va umuman o'zgarishlar haqida. Biz urushni ichini his qilmaymiz, urushning atrofini, urushning ta'sirini sezamiz. Lissabondagi tunda yana bitta muhim narsa bor, bu sevgi. Sevgi bu yashab qolish uchun kurashishga o'xshaydi, lekin baribir oxir-oqibatda siz to'laqonli baxtga, sevgingizga yetisha olmaysiz. Ya'ni urush bu sizga olib kelishi mumkin bo'lgan vaqtinchalik baxt beradi xolos. Urushda baxt vaqtinchalik bo'ladi. Xuddi bu qahramonlar kabi. Ular birga bo'lishadi, urush va boshqa qo'shimcha faktorlar, konslagerga tushib qolgan Schwarz, keyinchalik u yerdan chiqib ketib, qutulib, ayolini, bu sevgan qiz haqida ketmayapti, o'z turmush o'rtog'ini izlab jahannamga desak ham bo'ladi, o'sha o'lim tomon risk qilishi, unga yetishishi, u bilan o'tkazilgan ma'lum muddat, qaysidir ma'noda o'z orzusiga, maqsadiga yetishish, lekin baribir yakun siz u biz kutmagan holatda yakunlanadi. Shuni evaziga ham deyish mumkinki, urushda to'laqonli baxt yo'q. Asarning strukturasi ham juda ham sodda. Random bir inson tanlanadi, bosh qahramon unga o'zining hayotini hikoya qilib berishni xohlaydi. Nimalar evaziga? Bilet, pasport, Amerikaga yetib olasan kemada. Faqat shu tun davomida shartim meni eshitib o'tir, tinglab o'tir. Men senga o'zim haqimda, o'zim hayotim haqida, fojiali hayotim haqida gapirib beraman deydi. O'qiganingizda his qilasiz. Bu yerda bosh qahramon deb turib Schwarz deyish ham g'alati, chunki uning asl ismi Schwarz emas. U o'sha bir o'lib qolgan odamni pasportini olib o'zi Schwarzga aylanadi. O'zligini ham
almashtirishga to'g'ri keladi. Qaysidir ma'noda o'zini o'ldirib, o'zini tirik saqlab qoladi. Hech qanaqangi bir formatsiz gapirsam bo'ladi endi mazza qilib. Lissabondagi tun meni emotsiyaga to'ldirgan sevgi haqidagi eng kuchli asarlardan bittasi. Balki ta'sirchandirman, bu narsalar juda tez meni deylik hissiyotlarimni qo'zg'atib yuborar. Men havas qildim. Shu artga havas qildim. To'g'ri, balki urushni ichida yurib yoki o'sha muhitda, konslagerda qiynoqlar, qiyinchiliklar, bosimlar unga farqi yo'q bo'lib qolgandir, lekin u o'limga tik boqdi, ichidagi o'sha istagini amalga oshirish uchun. Ayolni bir marta bo'lsa ham ko'rish uchun qo'rqmadi, qo'rqoqlik qilmadi, bostirib bordi desa ham bo'ladi. Ya'ni uni surgun qilishgan, uni lagerga tiqishgan, hozir borsa yana qamab qo'yadi. Yana qiynoqlar, yana va hokazolar qo'lga tushsa. Qonuniy bir yo'l bilan emas, yana nolegal o'tadi chegaradan ham. Borib ayoli bilan ko'rishadi, uni topadi va xuddi shu joyda u qilgan riskka yarasha u yerda shunga munosib javob ham olishi meni yana ham qaysidir ma'noda ko'nglimni xotirjam qildi. Ya'ni bu yerda sevgi yutqazmadi va undan tashqari Remark juda bir tushunarli qilib yozganki, bu jarayonni insonlar ichida his qilayotgan narsani bemalol seza oldim. O'ziga yarasha Shvartsning muammolari bor edi, uni qo'rquvi bor edi. Ya'ni u qo'rqoq edi aslida, qo'rqoq emas, ehtiyotkor edi, lekin o'sha ehtiyotkorlik bilan birgalikda uni ichida uni xohlayotgan istagi, uni xohlayotgan niyatiga ham qarab yura oldi. Va xuddi shunday ayoli Yelena zo'r ochib berilgan. Yelenani misol uchun unga ham baribir bo'lib qolgani, juda ko'p vaqt erini kutganiga yarasha u qaytib keldi. Bu yerda antagonist ham bor. U ham o'z rolini juda zo'r o'ynagan, ya'ni Yelenani akasi Georg desak ham bo'ladi, George desak ham bo'ladi. Xullas, Georg xarakteri ham zo'r ochib berilgan. O'sha paytdagi natsistlar qanaqa, Führerni deylik, odamlari qanaqa, ular o'ylaydigan, ular fikrlaydigan tushunchalar qanaqa, juda zo'r ochib berilgan. Ilmiy yoki hujjatli deylik materiallarni o'qigandan ko'ra bu kitobda men endi ularni o'qisam balki yana ham deylik xarakteristikasi paydo bo'lar o'sha davrdagi natsistlar, lekin mana shu Georg orqali ham yaxshigina tushunib oldim. Muhit qanaqa bo'lgan, ularni dunyoqarashi qanaqa bo'lgan. Remarkni bu kitobidan keyin endi qarzga olingan umrni o'qimoqchiman. O'z-o'zidan bu ham ixchamligi uchun, lekin bundan qolishmaydi hajmi bo'yicha. Buni o'qib chiqmoqchiman. Undan keyin cho'g'ayni asosiy fokusimda bo'lib turibdi. Remarkni deylik hamma kitobi bir xil zo'r bo'lmasligi ham mumkin, bu tabiiy. Deylik bu ikkalasi yoki G'arbiy frontda o'zgarish shu asosiy kitoblar va bular evaziga qolganlari ham o'qilayotgandir. Bilmadim. Fikrlaringizni izohda qoldiring, balki hamma kitobni o'qib chiqqanlar bordir va siz ham menga tuzib berishingiz mumkin ketma-ketlik. Hozircha o'zim o'ylaganim Lissabondagi tundan keyin qarzga olingan umrni va G'arbiy frontda o'zgarishi yo'q yoki 3 og'ayni. Lekin hammasi haqida ham YouTube'da video bo'lmasligi mumkin. Ular Instagramdagi sahifamda bo'ladi. Bu YouTube uchun birinchi video, o'ylashimcha fikrlarimni jamlay olishga harakat qildim. Juda bir katta taraddud bilan olinmagan video, lekin keyingi videolarim ham shunaqa bo'lishini aytib o'tmoqchiman. Albatta qisqa infolar bo'ladi, asar haqida materiallar bo'ladi, ular haqida o'rganaman, lekin asosiy fikrlarim baribir o'sha qizig'ida bo'lishi uchun balki kitobni tugatishim bilan suratga olaman va kontent tayyorlayman. O'sha birinchi fikrlarim yaxshiroq chiqadi, shunday tabiiyroq chiqadi. Keyinchalik o'zimni qolipga solib qo'yishim mumkin. Va yakunda yana bir narsani aytmoqchiman. Keyingi o'qiydigan kitoblarim qanaqa bo'ladi? Ayni vaqtda o'qib turgan kitoblarim haqida ham ozgina gapirib o'tmoqchiman. Bular yana bir urushga oid asar yoki o'sha davrni ko'rsatib beradi. Farida, Irina Razabutkoning asari. Bu Sovet davridagi mustabid tuzumni Qrim tatar xalqi qiyofasida ochib beradi. Anchayin katta qismini bosib o'tdim asarni ham. 2 kunda tugatib qo'yish ham hech gap emas. Bu kitob aynan Remarkdan keyin boshlandi. Ularga qo'yib bering nazariyasi ham bu Ayub nashr tomonidan taqdim etildi. E'tiborimni tortdi bu asar ham. Juda ham hajmi katta, qo'rqinchli, lekin ma'lum bo'limlari bor, men o'qib chiqishni xohlayotgan.
ya'ni mundarijani varaqlaganimda e'tiborimni tortgan bo'limlari bo'ldi. To'liq kitobni o'qimasam ham o'zimga kerakli bo'lgan savollarimga javob izlab ko'raman. Bizda hozircha shunaqa gaplar do'stlar. Birinchi video shu formatda olindi. Fikrlaringizni qoldiring. Kamchilik bo'ladi, tajriba to'playmiz sekin-asta, lekin erkin bo'lishga, qanaqadir formatlardan qochishga harakat qildim. Fikrlaringizni izohda qoldiring va albatta obuna bo'lish, videoga like bosib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Izohda remarkshunoslar fikrlaringizni qoldiring. Qaysi fikrimga qo'shilasiz yoki yo'q, to'ldirib ketmoqchisiz. Bu men uchun muhim, chunki remarkni endi o'rganyapman. Uni deylik, bittagina kitobini o'qib turgan inson sifatida qaysi fikrlarim biroz deylik sizga yoqmagan bo'lishi tabiiy. Lekin o'ylashimcha, fikrimiz bir joydan chiqadi. Remark haqida raqobat hosil qiladigan bir mavzusi yo'q. Hammamiz urushni yomon ko'ramiz, hammamiz urushni qoralaymiz. Sevgi mavzulari menimcha ko'pchilikni eng yaxshi ko'rgan yo'nalishlardan bittasi bo'lsa kerak. Katta rahmat. Fikrlarim agar cho'zilib ketgan bo'lsa, uzr so'rayman. Vaqtingizni bekorga ketkazmadim degan yaxshi niyatdaman. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu yagona meni qo'llab-quvvatlashingiz uchun imkoniyat bo'ladi. Ya'ni shu orqali biz to'xtab qolmaymiz, xudo xolasa. Ko'rishguncha salomat bo'ling.